Bu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin. Men shunchaki niyat qilyapman, amin deb qo'ying. Agar niyatim yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Amin deyotgan insonlarning 10 yelkasidagi farishtalari savob daftarlarini to'ldirib tashlasin. Nomayu amal daftarlari 10 tomonidan berilsin. Mana shu videoda ko'rayotgan ko'zlar Allohning izni ila bugun o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ring do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning, Makkatullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Qarang, Qur'onga bo'lgan oshiqingiz qalbingizni tinch qo'ymayapti. Lekin arab alifbosini bilmaysizmi? Endilikda bu muammo emas. Ko'rib turgan kitoblar 30 ga 2 Qur'onimiz bo'lib, ya'niki Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. 30 pora to'liq holatda bo'ladi. Bitta kitobda 15 pora, ikkinchisida 15 pora. Bir tomonida arabcha tajvid qoidalariga xos holatda, mos holatda yozilgan bo'lsa, bir tomonida kirilcha. Qolaversa ruchkali Qur'onga o'xshab eshitish tizimiga ham ega. Kitobimiz ikkita bo'ladi, bitta emas. E'tibor berasizlar. Bittasida 15 pora, ikkinchisida 15 pora. Kitobimizni xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 9606 raqamlariga WhatsApp orqali yoki Telegram tarmoqlari orqali murojaat qilsangiz, sizlarga to'liq holatda ma'lumotlarni taqdim etamiz. Eslatib o'taman, 30 ga 2 Qur'onimiz deb murojaat qilasa, do'stim, mana shu videoda oxirigacha ko'rib bittadan like bosib qo'ying. Ana shu like bosgan qo'llaringiz bilanchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak qo'llaridan Kavsar suvlarini ichib serob bo'ling. Ahlan va sahlan.